Klaus kompaniyasini 832 Shirin Makka Jo'xori duragayi ko'pchilik agrotexnikasi haqida so'rayapti. Atellardan Surxonga tashrif buyurdim. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yurtdoshlar. 18-fevral 2026-yil 832 Shirin Makka Jo'xori duragayi gibridi bugun mana shu dalaga ekiladi. Dehqon akamizning ismlari O'tkir aka. Hozir manzilda o'zlari to'liq tushuntiradi. Surxondaryoda bilasizlar, birdaniga qishdan yozga chiqamiz. Bugun 23 gradus issiq. 2-3 kun oldin mana shu qalin kiyimlar bilan yurdik. Havo isib ketdi, demak dehqonlar ishga tushdi, ekinlar boshlandi. Nimaga aynan Makka Jo'xorini ko'rsatyapmiz? Chunki Makka Jo'xori, ayniqsa Shirin Makka Jo'xori agrotexnikasi haqida savollar ko'p. Mana shu Shirin Makka Jo'xori ekib yetishtirish agrotexnikasi haqida savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. O'tkir aka, xormang ishlar bilan. Salomat bo'ling. Boshlab oldingizmi ekishlarni? Boshladik nasib bo'lsa. Men hali muxlislarimizga aytdim, Jarqo'rg'on bilan Qumqo'rg'onning o'rtasi Surxon dedimda. Siz endi ko'pchilik qiziqadi kelgan, qayerda ekilyapti ekan, biz ham ko'rsak deb. Manzilni aniq tushuntiraylik birinchi. Surxondaryo viloyati Jarqon tumani, Xo'jaqishloq mahallasi. Necha sotik maydonimiz? Agrotimda yarmiga ekyapman, yarmi kartoshka ekyapman, yarmi endi 25 sotikda. Hali kelganda telefoningizda ko'rsatdingiz o'tgan yil hosillar deb. O'tgan yil ham ekkansiz demak, tajribangiz bor. Bor. Qanaqa sort ekiladi o'tgan yil? Sentiner ekkanman. Sentine. Sentiner. Klaus kompaniyasining bu ham. Hozir nimaga endi aynan 832 ga qiziqdingiz? Akkeling 832 olaylik dedingiz. Nimasi bilan sizni jalb qildi? Yo biror joyda ko'rdingizmi? Qanday ma'lumot oldingiz? Yo'q, menga 832 birinchi marta ekishim, endi klient ham ko'proq, ham Toshkentda ko'proq tortadi. Demak, eshitdingiz, zo'r. Narxi balandroq deyapti. 832 ni. Shuning uchun 832 ekyapman. Ekib natijalarni xudo xolasa muxlislarimizga ko'rsatamiz. 60 sotik ekyapman, bu yoqqa ham 30 sotigim bor. 30 sotikka ham ekaman. Bu yerdan tashqari yana 30 sotikingiz bor. 30 sotikka ham ekaman, ha. Xo'p, endi ko'pchilik baribir agentlarga qiziqyapti. Hozir hali aytib o'tdim, 18-fevral 2026-yil ertadan inshaalloh Ramazon boshlanadigan kun ekan, esda qoladi. Mana bu agentlarimiz necha santimetrlikka olingan? Shuni tushuntirib bersangiz. 60likka olingan, duga qilaman. Xo'p, 60likka olingan bo'lsa, orasi necha ekiladi makka urug'imiz? 25 dan 30 santimetrgacha ekiladi. Makka urug' bilan makka urug'ning orasi 25-30 santimetr. Shu oralikda ekiladi. Ha. Endi dugangizni tushuntirib yuborasizmi? Dugam 1,5 metrlik klinka, yozsa 3 metr bo'ladi. Biri 40lik olganman, yozsa 280 bo'ladi. Shuni uchakatga yopaman-da, duga qilib. Shuni ko'rsatib bering. Muxlislarga ham bu tushunarsiz. Siz hozir aniq shablon turibdi sizni kallangizda. Shuni tayyor ekan o'zi joyimiz. Keyin qizlarimiz ham ekayotgan holatini ham bir jonli tushuntirib beraylik. Men ekranda ko'rmay turaman, operatorlikka o'taman. O'zi tushuntirib berasiz. Ketdik. Qani nima bo'lyapti? Jonli tushuntiraylik O'tkir aka. Mana shunday bo'ladi-da. Hop, agatimizni necha dedingiz? Hali aytib o'tdingiz-ku, yana bitta endi aniqroq bo'lsin. Agatimiz ariq nechaga ochilgan? Shu agatimiz 60 ga ochilgan, 60 ga. O'zi traktorchisiz-a? Ha, meni traktor oldim. Chovug'ini qilaman, agatni. Yer qanday kessakliroq chiqqanda, shuni ham tushuntirib ketaylik. Nimaga unaqa kessakliroq yer? Yer yomg'ir yaqqan pulglatdim, usti loyrag'ida, shuning uchun shunday bo'lib qoldi-da. Mana bu simimiz necha metr simimiz uzunligi? 3 metr. 3 metr. Hozir mana bu 60likka olingan 3 ta agatni yopadi, to'g'rimi aka? Ha, yopadi. Hop, qizlarimiz ham ekyapti. Hozir ularni ham tanishtiramiz. Klinka yopishingiz qanaqa bo'ladi? Ha, birinchisini X qilib olamiz. Endi tortgan vaqtga buni sim yotmaydi. Aha. Endi yotib qolmaydi. Shuning uchun X qilib olaman boshini. Bu boshini, bu boshini. Hozir klinka shunday yopiladi. Aha. Bunisi bunday yopiladi. O'rtaga keladi, demak. O'tkir aka? Chetdagidan to'proq bunga tashlanadi. Aha. Keyin o'zini ham yopamiz. Ha. Keyin bunisi ham shunday bo'ladi. Bir agat qoladi, yana 6 agat bo'ladi. Ha. Bir agat ham shamollash uchun, ham yurib toshga, hosil toshingiz xudo xolasa. Hosil toshga. Siz uyutib oldingiz-ku, shuni ham ayting, nimaga uyutingiz urug'da o'zi? Nima sabab uyutishingizga sabab? Bir soat bo'lsa ham oldinroq bitib yeksa, nishlash tezroq bo'ladimi? Ha, nishlaydi. O'zi bir kun oldin jibitib yekardik. Hozir buni yekamiz, endi buni suvlashim kerak. Hozir yekib, yopaman-da, keyin suvlayman. Xo'p, bitta ekilish jarayonlarini ko'rsataylik, bir bitta boshqa savollarim bor, O'tkir aka. Urug'ni bitta ko'rsatib yuborasizmi urug'ni? 832 mana Klaus kompaniyasi. Klaus kompaniyasidan. Mana amofuslarni qarang, amofusdan berdingiz hali. Ha, amofus sevdim. 3 xalta beryapman. Hozir birorta belgilaringiz bormi, qizlar, yo ko'z bilan rasho topib ketyapsizlarmi? Ziyada 5-30 santimetrga ekdik.
Shu ekilish jarayoni. Ekilish jarayoni ham aytdi, cho't bilan Qo'l bilan ekiladi. Endi tuproqlaringiz yumshoq ekanda. Ikki bo'g'im qilib ko'miladi. Ikki bo'g'inimiz 2 santimetrlar chiqqanmi? 200 santimetr. 2 santimetr cho'tga eksa chuqur tushib ketadi, chiriydi bu. Ha. Yuzaroq bo'lish kerak. Shuning uchun yuzaroq qo'l bilan ekib ketyapti. Bir xil odamlar bor, suvlab keyin ekadi ham. Ha, suvlasa ham bo'ladi. Ha, suvlab keyin eksa bo'ladi, keyin yurib bo'lmay, oyoq loy nam bo'lib qoladi. Shuning uchun men suvlamasi hozir ektiryapman, kechqurun suv ochib beraman. Yopib. Klinkasini yopib suv ochib beraman. Xo'p, amafos ko'ryapman. Amafos qo'yiq tushganda, hozir 25 sotix maydon deb aytib o'tdingiz. Qancha amafos sepilyapti? 3 xalta. O'sha yaxshi amafos ekan. 430 mingdan Qumqo'rg'ondan olib keldim. Endi mana gungan berganmiz. Xullas hozir 150 kilo 25 sotix amafos berib yuboribsiz, to'g'rimi? Yerga berilmagan a? Ha, yo'q, shunday ustidan sepdim. Go'ng qancha tushgan hozir yerga pori? Endi men u yoqda sotib olmadim-da, o'zimni molimni Parisdan 2 tilchga soldim. Har yil 2 tilchga sotib turaman. Por solib turasiz. Xo'p, bugun 18-fevral hali aytib o'tdik. Xudo xolasa hosillar qachonga bo'ladi? Nasib bo'lsa, mayga tayyor bo'ladi, mayni boshiga. Ha. Birinchi 10 kunligiga sotamiz. Shu o'tgan yil ham o'sha paytda sotilganmi? Sotadigan. Xaridorini aytib o'tding. Xaridor keladimi? Qanaqa bo'ladi? O'zlaringiz haligi qaynatib sotasizlarmi? Xaridor haqida. Biz qaynatib sotmaymiz. Xaridorimiz yaxshi, o'zlari keladi. O'tgan yil qanchadan sotilgan? Donasimi? Donasini o'tgan yil 3 mingdan sotdim. Boshi biz kechroq ekuvdik. Aha. Men 1-martga ekuvdim-da, shuncha kech qoldi. Aha. Undan 10 kun oldin ekyapmiz hozir. Ertaroq bo'lganda qancha bo'ladi narxi bitta sotani? Ertarog'ini o'qiganda 5 mingdan, 6 mingdan sotgan. Endi men kech uchun 3 mingdan topshirdim-da. Bir tekis. Bu yil endi nasib qilsa ertaroq chiqarasiz. Sal narxi qimmat bo'lishidan umidingiz bor-da, baribir. Nasib bo'lsa. Chiqqandan keyin agrotexnikasi haqida hozir ko'p ma'lumot bersangiz, ko'rsatuvimiz cho'zilib ketmas. Hozir qisqaroq ko'rsatuv qilamiz. Agrotexnikasi haqida qaysi sanalarda video qilib yana ma'lumot ulasak bo'ladi, yangilik bo'ladi. Yopamizni suvlaymiz, keyin chiqib qoladi. Ko'ringan so'ng bir 10 kundan keyin cho'g'ini qilamiz. Cho'g'ini o'tgan yil qo'lga qilganmiz, endi o'zim mini traktor olganman. Mini traktorni chopib agatini olaman. Dorisini beramiz mana qurtga qarshi. Dorini qurtga qarshi deganda barg orqali purkab sepasiz, shunaqami? Hozir yerda sepaman bir. Yopib tashlayman salafanni. Yerga sepishingizga sabab nima? Buni yeb qo'yishi mumkinmi? Buzovbosh bor, keyin simqurt bor. Shirinda buni yeyishi. Shunga qarshi sepaman. Undan keyin Makkaga chiqqan so'ng shu bir qarshi bo'lgan so'ng qurtiga ham qarshi sepaman. Keyin yana sota oladigan vaqtga sepiladi. Ungacha shakil gaplashamiz, xudo xolasa. Bu hozir salfanni yapamiz. Navruzda 25-26larga salfanni olib tashlaymiz. Shungacha tuza qatar bo'lib qoladi. Salafanga tegib qoladi, shuning uchun olib tashlaymiz, kunlar isib ketadi. Bo'ldi. Rahmat, baraka toping. Qadrli do'stlar, O'tkir aka o'zi rosa tortinchoq odam ekan. Men bir narsaga iltimos qilib, ular o'zi mendan Makka urug' so'rab balo qolib ketishdi, uni yoritaylik. To'g'risi, o'sha Telegram kanalimizdan yoki Instagram ijtimoiy tarmoqlarimizda, YouTubedan Makka Jo'xori haqida begovatdan ma'lumot chiqarganimiz bilan ham baribir ko'p savollar kelyapti. O'tkir aka, bu savollarga siz orqali, mana shu video kontent orqali javob berishga harakat qildik. Xudo xolasa like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlaysizlar. O'tkir aka, rahmat, baraka toping. Mana bu qizlarimizga ham rahmat. Keyingi shu taxminan 15-martdan 25-martgacha bo'lgan oraliqda hozirgi kundan tashqari bo'lgan ishlarni muxlislarimizga yoritamiz. Nima aytmoqchi edingiz? Yana bir gapim qolib ketdi. Men bundan 6 pachka ekyapman. U yoqqa ham 30 sotik joyim bor. Uyimning orqasida daladan 30 ga olganman. Unda ham ekyapman. Uy bilan dalani farqini ham ko'ramiz. Dalada sal kuchsizroq, uy sal baquvvatroq bo'ladi, ko'ramiz-da bo'lmasa. Bugun endi kech bo'lyapti. Bu yarmigacha erta ekib taylaymiz, nasib bo'lsa, keyin ertadan keyin u yoqni tugatamiz. Barakasini bersin. Qadrli muxlislar, duo qilib qo'yasizlar. Hammamizni dehqonchiliklarimizga baraka bersin. Shular qatorida O'tkir akamiz ham dehqonchiligiga nasib qilsa, keyingi dasturlarda ko'rishamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'lingizlar. Rahmat. Like bosingizlar. Oxirigacha ayting endi. Like bosingizlar. Bo'ldi, gap yo'q.